Alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi kamida 2,5 sotix yer maydoniga mo'ljallangan bir qavatli, jami 5 xonadan iborat bo'lgan uy loyihamiz bilan tanishib chiqamiz. Bu uyimizda bir ro'zg'orli oila uchun hamma sharoitlar yetarlicha, yana zamonaviy va ixchamgina ko'rinishda bo'lgan mana bu xonamizning tagini podval qilganmiz. Hamma isitish tizimlari shu yerga joylashadi. Undan tashqari yana omborxona o'rnida foydalanish uchun mo'ljallangan. Uyimizning tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga old tarafdan ko'rinishi 14 metr 60 sm, uzunasiga yon tarafdan ko'rinishi 12 metr 50 sm tashkil etadi. Bu uyimiz egallab turgan yer maydoni 183 kvadratni, foydalanish mumkin bo'lgan yer maydoni esa 139 kvadratni tashkil etadi. Asosiy xonalarimiz soni 5 xonadan iborat. Uyimizning poydevor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, poydevorimizning balandligi 60 sm ni, eniga 40 sm ni tashkil etadi. Mana shu umumiy ko'rinishdagi poydevorimiz uchun 34 metr kub beton qo'yishimiz kerak bo'ladi. 34 metr kub beton uchun standart holatda 8,5 tonna sement sarflanadi. Poydevor orasiga kamida 4 qator qilib podvalimiz fundamenti uchun kamida 10 qator qilib armatura tashlaydigan bo'lsak, umumiy hisobda 550 metr armatura sarflanadi. Poydevor uchun standart holatda 12likdan 16likgacha bo'lgan razmerdagi armaturalardan foydalanish mumkin. Endi devor o'lchamlariga keladigan bo'lsak, devorimizning balandligi 3 metrni tashkil etadi. G'ishimizning sarf xarajati esa 12 ga 25 standart pishgan g'ishdan 1,5 g'ish qilib teriladigan bo'lsa, mana shu ko'rinishdagi umumiy devorimiz uchun 43 ming dona pishgan g'ish sarflanadi. Agar 30 ga 60 balandligi 20 sm da penoblokdan teriladigan bo'lsa, umumiy devorimiz uchun 1800 dona penoblok sarflanadi. Endi uyimizning ichki xonalari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, uyga kirish joyimizni mana shu holatda ozgina ichkaridan qiladigan bo'lsak, yog'ingarchilik kunlarida oyoq kiyimlarni quruq turishida xizmat qiladi. Yana uyning holatini anchagina chiroyli ko'rsatadi. Endi koridorga kirganimizda o'ng tarafda родительский спальня, ya'ni kattalar yotoqxonasi uchun mo'ljallangan xonamiz. Xonamizning ichida 3,6 kvadratli dushovoy bilan joylashgan. Uning orqa tarafida ikkita burchakdagi xonalarimiz bolalar xonasi uchun mo'ljallangan. Biri qiz bolalar uchun bo'lsa, ikkinchisi o'g'il bolalar uchun xizmat qiladi bu xonalarimiz. Mana bu o'rtadagi xonamiz bu mehmonxona uchun mo'ljallangan, anchagina keng holatda bo'lgan. Bu yoqda koridor so'ngida 5 kvadratli umumiy yuvinish xonasini ko'rishimiz mumkin. Bu umumiy yuvinish xona juda qulay holatda joylashgan, mana shu holatda. Mana bu so'nggi xonamiz esa oshxona va umumiy ovqatlanish xonasi uchun mo'ljallangan, anchagina keng holatda bo'lgan bu oshxonamiz. Boya aytib o'tganimizdek, bu oshxonamizning tagi podval bo'ladi. Bu podvalga barcha kotelniy va isitish tizimlarini joylashtirish uchun yaxshigina qulayliklar bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi loyihamiz mana shu holatda bir ro'zg'orli yangi oila uchun juda ma'qul keladi. Tashqi ko'rinishlari ham hozirgi zamonga juda mos keladi. Agar sizga bu loyihamizni to'liqligicha, eshik derazaning razmerlarigacha va kvadratlargacha chiqarilgan holatidagi chizmasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning ijtimoiy tarmoqlardagi Telegram sahifamiz orqali bizga murojaat qilsangiz, kelishgan holatda sizga elektronniy holatida yanada aniqroq ma'lumotlari va sarf xarajatlari bilan tashlab berishimiz mumkin. Bu albatta pullik bo'ladi. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, uy qurish haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishingiz hamda loyihalarimizning chizmalarini kuzatib borishingiz mumkin. Sahifalarimizning silkasini har doimgidek video ostida описаниеda yozib qoldiraman. Agar siz yana boshqa tayyor loyihalarni ko'rishni xohlasangiz, bizning YouTube kanalimizga o'tib, ko'plab loyihalarni ko'rib, o'zingizga ma'qul kelgan loyihani topishingiz mumkin. Agar bu loyihalarimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Bu loyihalarimizni kerakli insonlarga yetib borishiga katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ysangiz, biz yuklab borayotgan mana shunday foydali videolardan birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin. Bu loyihamiz haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoni ko'rishda davom etamiz.